Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni kuzatib turgan bemorlarimiz hamda kuzatuvchilarimiz. Mana bu akani ahvoli bugun 8-kun. Og'rig'ingiz necha kundan keyin qoldi kelganingizdan keyin? Kamayishni bildingiz. 6-kundan kamaydi. Hozir bu kishini beldan, umurtqasidan blokada olgan. Blokada o'sha surilmaganda hozir umurtqada yallig'lanish ketgan. O'sha blokadan joyida yiringlash, o'sha tanaga surilmaslik hisobi bilan mana biz hozir aynan grijani ustidan qo'l qilganligini hisobi, blokada qilganligini hisobi o'sha grijani ustini masaj qilib ocha olmayapmiz, chunki uni ichkariga yallig'lanib, ko'proq yallig'lanish ketsa, ertaga bu kishiga chidolmaydi og'rig'iga, biz ham aniqlay olmaymiz. Keyin xirurgiya bilan, operatsiya yo'li bilan bu kishini davolash kerak bo'lib qoladi. Endi hozir bu kishi bilan biz kelishganmiz, o'sha ham bu yallig'lanishni yo'qotamiz, ham sekin-sekin og'riqlarni qoldiramiz. Endi bu narsani ko'rsatganimiz blokada olishga shoshilmaydi. Hozir bu kishida 3 ta variant bor. Yoki grijan bilan o'sha blokada bo'lgan joyda operatsiya qilib oldirib tashlash, erkak kishiga unaqa narsa bo'lmaydi. Kami 6 oy pastelnar rejim kerak. Bu kishiga oilaviy sharoit, ishlash, ro'zg'or degan narsa bor. O'sha nima blokada bo'lgan joyda hozir operatsiya qildirsa, undan keyin ham o'sha yarani chandiqni o'rnini bitish uchun, bizga davolanish uchun vaqt kerak. Unga ham kami 4-5 oy. Chunki usti bitgan bilan ichkari tomoni bitmay qoladi. Shuning uchun kami 2-3 oy. Bu kishi bilan kelishganmiz, hozir 3-variant tanlagan. Shu yerda ham ichidan ringlarni chiqaramiz, ham umurtqaga davo qilamiz. Hozir 8-kun o'zgarish nisbatan yaxshi, lekin yurish bo'lmasa ham qolgan tomonlama 24 soatlik og'rig'ingiz bor edi. Hozir necha soatlar bo'lyapti 24 soatda? Og'risa shu 2 soatlar og'riydi. Bir kunda muolajalar qilingan paytda og'riq yo'qolib ketadi. Yaxshi hozir. Kelgan kunlarimga qaraganda hozir yaxshi. Xo'p, hozir qarang, blokadan olganingizdan keyin necha kundan keyin keldingiz? 3 kundan keyin. Hozir nima bilan qoldingiz? Nima bilan o'sha joydan blokada olgansiz? Shu hujuma qildik. Klinikada olgandim, o'sha klinikada davolandim. Qo'ldori ham olgansizmi? Qo'ldori ham olganman. O'shaning uchun davoni to'g'ri qilishda, misol mana bizda massaj bilan, fizioterapiya bilan ochyapmiz, lekin boshqa joylarda ham shu narsalar foyda qilayotgan deb noto'g'ri lechini olib qo'ymaysiz. Hozir bekorga mana bu kishi ham qiynalyapti, mana bu tomonda ayol ham qarovchi, bu kishiga yordam beryapti. Hozir bitta oila, bitta klinikada mana bosh og'riq, shuncha muammo, shuncha g'alva bo'lib, misol lishni rasxod, u rasxod ham hech narsa emas, men odam bekordan joni og'riydi. Shuning uchun bir ish qilishdan oldin to'g'ri qaror qabul qilinglar. Blokada bilan ham misol yaxshi bo'lmagan. Hozir mana shu klinikani ichida kami 5 ta blokada olib, mana shunaqa o'zgarmay hech qanday foydasini topmay kelganlar bor. Bundan keyin men bir kunda yaxshi bo'lishim kerak, 3 kunda yaxshi bo'lishim kerak. Nimaga sizlarga kelgan bemorlar bir kunda yaxshi bo'lib ketgan, sizlar o'zlaringni odamlaringni unaqa bunaqa. Lekin mana boyagidan 2 kun oldin kelgan opam mana ahvolini ko'rdingizmi opasiz? O'sha ham misol yurolmay keldi, mana qo'ldori olmay promoy keldi. O'sha 2013-yil operatsiya. Lekin undan beri qo'ldori olmagan. Faqat o'zimizga kelib yechim olib ketadi. Endi ancha bo'lib ketgan yechim olmaganmiz, hozir mana kelib 2 kunda hozir bo'lmay velosipedlar haydayapti. Shuning uchun endi boshqalarga ham tavsiya qilasizmi blokada olishni? Blokada olishni tavsiya qilmayman. Iloji boricha belda ehtiyot qilinglar, hujum qildirishga ham o'ylab ko'ringlar hammalaringiz. Endi bu bilan biz hijomatchilarni ham ayblamaymiz, blokadachilarni ham ayblamaymiz. Prosta tak qildirishdan oldin hamma narsani o'ylangizlar. Endi u qaysidandir shifo topib ketish u Xudodan. Balki shunday bo'lgisi kelgan. Mana bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, har doimgidek kuzatishda davom etinglar.